Assalomu alaykum informatika ustozlar. Bugun Canva'da qilgan ayni 5-sinflarim uchun ko'rgazmamni chiqardim. Nima deb o'ylaysizlar, bu qanaqa ko'rgazma? Aynan bu qirqiladi, laminatsiya qilinib, shakl beriladi va aynan doskaga har bitta tugmalar yopishtirib chiqiladi. Va o'quvchilarga bir kun oldin vazifa beraman. Bitta dars oldidan mana shu tugmalar vazifalarni o'rganib kelasizlar deb. Keyingi darsda bo'lsa, bosh qismida, takrorlash qismida yoki kirish qismida yangi mavzu bo'lsa, aynan doskaga yopishtirib qo'yaman hammasini va aynan bitta o'quvchi chiqib Shift N nimaligini aytib beradigan bo'lsa, orqa tarafini ochadi va uni aytgan ta'rifi bilan orqa tarafdagi yozuv bir xil bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina baholanadi. Bu taraf ham xuddi shunday. Mana ko'rib turibsizlar, mana Alt F4 va Shift Alt, Caps Lock, Enter tugmalarining ham ta'riflari joylashtirilgan. Rosa ham xursand bo'lyapman. Chiroyli chiqdi. Alhamdulillah. Kimga shu ko'rgazmani PDF varianti kerak bo'ladigan bo'lsa yoki tayyor holatda chiqarilgan, laminatsiya qilingan, yopishtirishga tayyor holda kerak bo'ladigan bo'lsa, lichkaga olishlaring mumkin.